Inson umrining 1/3 qismini uyquda o'tkazadi. Uyquda biz ko'pincha tushlar ko'ramiz. Tushlar turli xil bo'lishi mumkin. Qo'rqinchli, shirin yoki mutlaqo tushunarsiz. Ammo o'sha tushlar nima o'zi? Ularni qanday tushuntirish mumkin? Ular bizga nima demoqchi bo'ladi? Avvalo tushlar dunyosiga ilm-fan nazari bilan qarab ko'ramiz. Biz tush ko'rayotganimizda miyamizda nima sodir bo'ladi? Neyrobiologiyaning aytishi bo'yicha uyquning rapid eye movement deb ataluvchi fazasida ko'zlarimiz juda tez harakatlana boshlaydi va miyamizning hissiyot markazi bo'lgan limbik tizimi faollashadi. Mantiq va tanqidiy fikrlash uchun mas'ul bo'lgan prefrontal cortex esa aksincha ortga chekinadi. Natijada biz osmonda uchamiz, bulutlarda sayr qilamiz va bularning hech biriga ajablanmaymiz. Bu go'yoki rejissyor ssenariyni yozadigan, ammo muharrir uni tahrirlamaydigan teatrga o'xshaydi. Agar neyrobiologiya e'tiborni tush vaqtida miyada nimalar sodir bo'lishiga qaratsa, psixologiya tushdagi ramzlar, obrazlar, voqealar nimani anglatishi mumkinligi haqidagi savollarni beradi. Mashhur psixoanalitik Zigmund Freyd tushlarni ong tubidagi taqiqlangan yoki bostirilgan istaklarimizning shifrlangan ifodasi deb hisoblagan. Unga ko'ra, har bir tush bu yechilishi kerak bo'lgan jumboq, ongsizlik tilining metaforasi. Uningcha, tushlar bizning uyg'oq menimiz qabul qila olmaydigan haqiqatlarni ramzlar orqali yuzaga chiqaradi. Bu yondashuv tushlarni shunchaki tasodifiy tasvirlar yig'indisi emas, balki shaxsiyatimizning eng chuqur qatlamlariga olib boruvchi yo'l sifatida ko'rsatadi. Ammo eng qiziqarli va bezovta qiluvchi savollar falsafa maydonida paydo bo'ladi. Tushning haqiqatdan farqi nimada? Qadimgi Xitoy faylasufi Zhuangzhou bir kuni tushida kapalak bo'lganini ko'radi. Uyg'ongach, u jiddiy savol ustida o'ylanib qoladi. Men kapalak ekanligimni tush ko'rgan Zhuangzhoumanmi yoki Zhuangzhou ekanligimni tush ko'rayotgan kapalakmanmi? Bu savol bizning reallikni idrok etishimiz asoslariga shubha tug'diradi. Bu skeptitsizmni bir necha asrlar o'tib fransuz faylasufi René Descartes yanada kuchaytirdi. O'zining mulohazalar asarida Descartes hozir biz uyg'oq ekanligimizga qanday qilib 100% amin bo'lishimiz mumkinligini so'raydi. Axir tush ko'rayotganimizda ham biz uni haqiqiy ekanligiga ishonamiz. Faqat uyg'onganimizdan so'nggina biz uni tush bo'lganligini anglay olamiz. Balki butun hayotimiz bu yana bir tushdir. Falsafa tushlardan bizning haqiqat haqidagi tasavvurlarimiz qanchalik mo'rt ekanligini ko'rsatuvchi oyna sifatida foydalanadi. Zamonaviy yondashuv esa tushlarni talqin qilishdan ko'ra e'tiborni ularning vazifasiga qaratadi. Kognitiv fanlar tushlarni axborotni qayta ishlash nazariyasi orqali tushuntiradi. Fanga ko'ra, tushlar bu miyamizning kun davomida to'plangan ma'lumotlarini saralashi, keraksizlarini o'chirishi va muhim xotiralarni mustahkamlash jarayonidir. Shunday qilib, tushlar bu shunchaki uyqudagi kino emas. Ular bizning nevrologik arxitekturamiz, psixologik ehtiyojlarimiz va shaxsiy kechinmalarimiz bilan ishlaydigan juda zarur hodisadir.